Kelin, narsalarni tayyorlang, yuvib olaman. Bo'lib. Onamgacha mamga tayyorlagan narsalar shu yerda cho'miladi. Hovliga-ya? Ha, onam men tabiat qo'ynida cho'milish yaxshi ko'radi. Onamga yoqish olaysizmi? Unda mashqqa tayyorlang, boring. Xo'p. Oyijon, Xo'p, cho'milib olasizmi narsangizni tanlab qo'ydim. mantiqos qolmisiz? Kim bunaqa sovuq havoda hovlida cho'miladi? Tabiat qo'ynida o'g'li. Ana, ko'ryapsizmi? Mol desam ishonmaysizda siz. Uy tanlagansizda, stadionga qilmabsizda. Istiqlol san'at saroyi sahnasiga qilmabsizda. Maza qilib 4000 ta odamni oldida cho'miladi. Buni miyasini nasos bilan damlash kerak. Voy digosh, yangi ko'yni oldingizmi? Ha, kelin, sepizga bir mashina idish olib kelgandek sindiraverasiz. Yangi libos idishsiz-da, ekansiz. Ha, dugonam ko'yni olsa yangilik bo'ladimi? Azob, uqubat bu. Eshitiring. Voy digosh, rostdan, yengimi qanaqa ekan ko'ynagingiz? Nima bo'ldi? Xursandchilik bo'lsa sindiramiz dedi.